Xitoy ئاۋياماتكىسى va ئۇرۇش پىلوتى تەيۋەن بوغۇزىغا كىردى. Xabar yatto'ning 12 iyul kunidagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning tunji ئاۋياماتكىسى bo'lgan Leoning ismli ئاۋياماتكىسى harbiy pilotlar bilan birlikda Tayvan bo'g'izidagi Tayvan havo mudofaa kuzatish sohasiga kirgan. Janubiy Xitoy sari gazetining bu haqda berilgan xabarga qaraganda, Hong Kongning Angliyadan Xitoyga o'tkazib berilganligining 20 yillik munosabati bilan Hong Kong portiga yetib kelgan Leoning ئاۋياماتكىسى ikki qo'g'ilg'uchi paraxod, bir qo'g'ilg'uchi paraxod, ko'p sonda 15 tiplik urush aeroplani va tik ucharlardan tarkib topgan pilot bu yerdan o'tib Tayvan bo'g'uziga yurib ketgan. Tayvan mudofaa ministrligi Leoning boshchiligidagi pilotning Tayvan bo'g'uzining o'rta liniyasidan g'arbiy shimol tarafga ilgarilayotganligini bildirgan. Jiddiy holat paydo qilayotgan Leoning ئاۋياماتكىسىga nisbatan hushyorlik holatiga o'tganligi ifoda qilingan bayonotda urush aeroplanlarining mudofaa aslahalari bilan birlikda pilotdagi boshqa kimlarning Leoning ئاۋياماتكىسىning qo'g'dash vazifasini o'tayotganligi tilga olingan. Xitoy mudofaa ministrligi Qingdao portidan 25 iyun ayrilib Hong Kongga tunji ziyoratini boshlagan Leoning ئاۋياماتكىسىning bu yerdan ayrilgandan keyin Janubiy Xitoy dengizidagi odatdagi mashq manduriga qatilganligini bildirgan. 1949 yili Mavzudun Xitoy hokimiyatini qo'lga olgandan keyin Go'mindang hukumat a'zolari Tayvanga qochib kelib mustaqillik e'lon qilgan. Ammo Xitoy Kommunist partiyasi Tayvanning mustaqilligini e'tirof qilmagan. Hozir faqat 20 davlatlar Tayvan mustaqilligini e'tirof qiladi. O'tgan yili Tayvan Tayvanga prezident bo'lib saylangandan keyin Xitoy bilan Tayvan orasidagi ziddiyat kuchayishga boshlagan. Xitoy Tayvanning mustaqilligiga harbiy kuch orqali qarshi turganligini, bir Xitoy siyosatida ching turganligini hozirgacha ig'izini tushirmay kelmoqda.